Osinim bilan birga turamiz. U 74 kilogramm, men esa 73. Lekin men semizroq ko'rinaman. Sababi nimada? Bu o'ylab sizda ham bormi? Hozir asoslab beraman. Ko'rinishi bir xil, bo'yi ham bir xil, hattoki yoshi bir xil, kilogrammi bir xil bo'lgan insonlarni ko'rinishi har xil bo'lishi mumkin. Ya'ni bittasi ozg'inroq, bittasi semizroq ko'rinadi. Buni asosiy sababi tanamizdagi yog' ulushi va mushak ulushi hisobiga. Ko'pchilik yog' va mushakni bir xil narsa deb o'ylaydi. Lekin agar sizda mushak ko'p bo'lsa, sizni ko'rinishingiz ozg'inroq, ya'ni 100 kilogramm bo'lsangiz ham 100 kilogrammga o'xshamaysiz. Agar sizda yog' to'qimasi ko'proq bo'lsa, siz 100 kilogramm bo'lib, undan ham semizroq ko'rinishingiz mumkin. Yog' to'qimasi ko'proq bo'lgan insonlar ob'yom hisobiga ko'proq o'sishadi. Mushak to'qimasi ko'proq bo'lgan insonlar esa kilogramm hisobiga ko'proq o'sishadi. Ushbu video ko'plab insonga manfaatli bo'ladi. Like bosishni va shunga o'xshagan foydali videolar sahifamda ko'p obuna bo'lishni unutmang.